Assalomu alaykum hammaga. Ancha vaqt video ola olmadim. 15-oktyabr 2025-yil Ispaniya Madrid shahridan Belgiya davlatiga yo'l oldik. Qisqaroq bo'lsa ham video olishga niyat qildim. Atroflarni ozgina bo'lsa ham qiziquvchilar uchun, tomosha qilishlar uchun o'zbek musiqasi bilan tugalibdi albatta. Ispaniyada Madrid Irun yo'nalishida ko'proq tunnellar bor. Tabiati go'zal, asosan tog'li hudud. Atrofni tomosha qilish mumkin. Kech tushib qoldi birozgina. Shunda ham video sifati xiraroq chiqishi mumkin. Oddiy telefon. Tog' yon bag'rlarda uylar, binolar. Kinolarda Braziliya uylariga o'xshaydi. Yo'l yoqasida mashinalar nosozlikka uchrab qolsa, mana shunday yordam kuchlari keladi. Ishxonamizdan yangi mashina berishdi. Avvalgisi biroz eski model edi. Yomon emas, komfort. Yuk avtomobil haydovchisini kundalik hayoti mana shunday. Yuk ortasiz, yo'lga chiqasiz, borasiz, yuk tushirasiz. Bir xil hayot.